Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu yana Guzar Kamron dairasi kanali. Do'stlar, anchadan beri chiqarmay qo'ydim kattaroq video. Mana yaqinda yana boshlaymiz. Do'stlar, qo'llab tursangiz, oddiy videolar chiqaryapman, hech kim ko'rmayapti. Do'stlar, yangi videolar chiqaryapman, mana endi xo'sh, Xudo xohlasa nasib boshlaymiz. Mana bizlar hozir oddiy o'yin ko'rsataman. Albatta hozir internet ham juda tugab qolgan. Keyin internet to'ldirib, zo'r o'yinlar qilib, agentlar ishlar qilamiz. Bizga transferlardan kim kelib turibdi? Marmush, Pavlidis yaqinda sariq bo'ldi va bizga Realning eng zo'r futbolchilaridan biri Arda Güler kelib turibdi. 2027-yil yoki yozga yangilanishda sariq bo'ladi, shuni ham bilib olinglar do'stlar. Arda Gülerdan hozir olishga maslahat bermayman. Ozgina muddatdan keyin o'zi oz qoldi. 6-7 kunlik qoldi, o'shana keyin yangilanish keladi. Do'stlar, mana futbolchining tezligini bir ko'ringlar. Shunday futbolchilaringiz bor bo'lsa yozinglar kommentda. Do'stlar, qanday video chiqarishni bir o'ylayapman. Sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Mana hozir Telegram kanalim chiqadinglar. Chiqdingcha. O'z bo'yi boshida chiqib bo'lgandir. They're going 4-2-3-1. This formation has been popular in recent years and allows teams to use the space on the pitch. Finds his teammate. Already he's given away a foul. Do'stlar, yoki futbolchi sotib olish yo sotib olish. Do'stlar, ozgina shovqin bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr, biz atrofda yomg'ir yog'yapti. Sizlar tarafda yomg'ir bo'lyaptimi? Havoni bir yozinglarcha. Mbappe looks comfortable on the ball. Mbappe o'yinni mana o'zi boshlaganmiz. He's in control. What a chance. Goodness me, that was close. Do'stlar, ajoyib. That was the first shot today. They'll hope they can do better later on. Yaxshirog'ini ko'rsataman. Mana McTominay, Van de Ven juda zo'r himoyachi, maslahatim olinglar. Ko'p qolishi mumkin. Mana Rafael, Mbappe, Ronaldo, do'stlar, Abduqodir Husanov ham bor. Isco, u hozir Cook, do'stlar, Pedri, Sakani yaqin oldim do'stlar. Uncha bo'lmadi. Lekin zo'r o'ynar ekan Saka ham. Xo'sh, Ronaldodan shiydan zarba. Cristiano Ronaldo. Albatta, yomon emas. Birinchi urinishda yo'q, yomon emas. Do'stlar, like bosyapsizlar. He misjudged the pass. Rahmat. Bellingham with a shot. Oh, he tried his luck there, but it's just off target. Bunday bosib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'proq inson ko'rishiga yordam beradi. Bir dona likingiz yana bitta insonga ko'rishiga yordam beradi-da. Iltimos, like bosinglar. Throw taken long. Hozir mana Mbappe hozir olib qo'yib gol ursa, like bosasizlar. Ronaldo gol ursa, bo'ladi. Kelishdik deb qo'ysang, bitta komment yozing. The defender regains possession. And now they're going to try and break. A clean swift tackle. What will he try? Muxlislar, bosing. Bosdingiz. Agar bosgan bo'lsangiz rahmat. Endi qaranglar Mbappeni. He's read that one absolutely perfectly. Mbappe looks comfortable on the ball. Surely now. Oh, he saved it. Menimcha do'stlar, like bosmayapti. Vartaman. Pumped into the danger area. Well, he certainly made the goalkeeper work. He's unlucky not to score. Zarba nuqtasiga chiqmoqchi. Here's the shot. Oh, that was just inches away from going in. Do'stlar, xo'sh shuni yozing deb. Aptekingiz golni uram yo'q. This is Dest. Do'stlar, ana Mbappe'da to'p. Mbappe. This is Till. We're hearing an opening goal has been scored in the other game. Upamecano'dan patkat o'xshamadi. Perisic. Juda chiroyli olib ketib qoldi. Will it go in? Persishmidi. Ter Stegen, what a save. Bo'lyapti, bular hujumga yomon bo'lmadi do'stlar. Ronaldoga pas edi Mbappe halfway through this Global Challenge Cup game, they're ahead, but their opponents are sure to come at them in the second half. Mana do'stlar, videoni qachon chiqayotganini ko'rishingiz mumkin. Payshanba 21-may 12. Xullas, ancha paytlar chiqaryapman do'stlar. So, 45 minutes left. What will happen in the remainder of the game? Mbappe.
Mbappeda to'p. And it's opened up here. Inches away from goal. Do'stlar, like bosinglarda. Mbappe nimagadir like bosmaslang ketmayapti, yaxshi. It's Veerman. Do'stlar, qo'llab-quvvatlab turinglar, iltimos. Cristiano Ronaldo. Mana shunisi ketdi gol. Alhamdulillah, qani ketdi gol. He dribbles the ball forward. Will we see a goal? Goal for Mbappe. The manager already pleased with his efforts for the goal. Let's hope for more of the same. And the referee gets the game going again. Kamavinga tushdi. Bu do'stlar o'z qanday tarkib qilmoqchiman. Komment yozing agar Barsa Real tarkib kelsa, bu tarkib sotiladi. Telegram kanalini obuna bo'lsangiz, YouTube kanalimga ham obuna bo'lsangiz, sizga berib yuborishim mumkin. They're not going easy on the opposition today. They're hungry for more. The fans are on their feet. Good defending. Agar qo'llab aktiv bo'lsangiz o'sha, siz, masalan, siz They're moving the ball forward. xohlaganingiz bitta siz Telegram Moving down the flanks here. like bosib, YouTube kanalimga obuna bo'lib, komment yozsangiz, yo boshqalarga ham ana qilsangiz, aktiv qilsangiz, Kamavinga in sizga shu possession. akkauntni berib yuborishim mumkin. Aynan sizga. Mbappe. Saka gol urarmikan? Jude Bellingham tushdi. Bellinghamdan yomon zarba emas. Do'stlar, endi almashtiramiz. Mana Van de Venni tushiramiz. Juda zo'r futbolchi. Bergda tushiramiz. 2026-yilgi kashfiyotlardan biri. Ichini ko'rishimiz mumkin. Eng zo'r narsalardan dribbling bor, pas bor, shot bor, charchamasligam bor. Messini, Rafael Leaoni tushiramiz. Do'stlar, yomon tushirmadik. Xo'p, o'zimizga qaysi klub o'ynayapmiz? Nomi lekin ancha He steps up to steal the ball. Bundesligami. The manager can relax now. This is exactly what he wanted to see. Nomi yozib ketsam. Men ham bilardim bu They're well ahead now, and this should be the win for them. Futbolchilar taniyo Players using his pace. Hozir agar Ronaldo ko'rsa, yozasizlar. Ay, yozmaslaring kerak. Endi. Lekin boshqa narsani yozaveringlar, do'stlar. Tanga olma xizmati yozish xizmati ham bor. Do'stlar, Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, He's putting in a player of the match performance. Juda arzon narxlarda, deyarli What an opportunity! narxlarda It's Saka with the goal. He's now scored 10 goals in all competitions. Gol bo'ldi. Kim Sakadan gol bo'lishini kutgandi? Men masalan Saka paslar ham deb o'yladim. This is Dest. Mana, xo'p. Do'stlar, 2026-yilning yozgi yangilanishiga qoldi. Shulardan keyin yozgi yangilanish, sariq ba'zilar ko'klar tushib ketadi. Kim maslahat And the referee blows for full time. They progress through to the next stage of the competition. Ko'tarilishi mumkinmi, do'stlar? Anig'ini ham aytinglar. Mana bizlar Arda Guler ko'tarilishi bilan Marma tushib ketish ehtimoli bor, do'stlar. Pavlidis ko'tarilishi mumkin. Xo'p, do'stlar, iltimos sizlardan like bosinglar, obuna bo'linglar va qo'ldan kelgancha tarqatinglar, shart bajarasiz. Mana futbolchilarni yig'ib beramiz. Trezeguet bor, Batistuta bor. O'zim hali olganim yo'q, do'stlar, lekin yaqinda olib qolaman. O'zi nechga qoldi? 12 kun 4 soat qoldi, do'stlar. 12 kun qoldi. Xo'sh, mana shuni tarkib deyarli bizlarga. Xayr, sog' salomat bo'linglar.